kanali, Qurolimiz haqiqiy xalqaro Xorazm kanali. İşimizni davlatimiz Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi madhiyasi bilan boshlaymiz. Davlatimiz madhiyasi bilan boshlaymiz. Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi tirik davlat, qonuniy davlat. Qonun bo'yicha yashashni o'rganamiz agar inson bo'lsak. O'zbekistondan, Toshkentdan, O'zbekiston Sotsialistik Respublikasi poytaxti Toshkent shahridan, Sovet Ittifoqidan, Sovet Inform Byuro Xorazm xalqaro kanalidan, Qurolimiz haqiqat YouTube kanalimiz. Men Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi grajdani Kadamova Mehribon Karimova siz bilan 1936-yilgi konstitutsiya asosida davlatimiz hali ham qonunni tan olsak, biz tirik inson bo'lamiz, o'zimizda qadr qimmatimizga ega bo'lgan inson qonun asosida yashaydi, chunki jismoniy shaxs o'lik insonda qonun bo'lmaydi. Shuning uchun biz qonun asosida yashaymiz. Bizni qonunimiz, ana shu muqaddas kitobimiz 1936-yilgi konstitutsiya hisoblanadi. Bu yerda davlatimiz rahbarlari o'zining tirik imzosi bilan o'zining mas'uliyatini bo'yniga olgan holda ana shu qonunlar kitobini nimasini svod zakonov deydi, qonunlar to'plamini bizga yaratib ketgan, bizni keyingi kelajagimizni o'ylaganliklari uchun
bizni butun hayotimizni o'ylaganliklari uchun shu qonunlar to'plamini biz uchun yaratib ketgan, tirik insonlar uchun. Tirik insonlar jamiyatda, dunyo sivilizatsiyada, dunyo sivilizatsiyaning katalizatori, uni rivojlantirish kuchi bu tirik inson hisoblanadi. Faqat tirik insongina dunyoda benefitsiar huquqiga ega va tirik insondagina dunyo resurslaridan unga benefitsiar, ya'ni foyda oluvchi degan maqomga ega. Shuning uchun ham Sovet davlati, Sovet SSSR grajdanlarida tirik inson maqomiga ega bo'lganliklari uchun ham Sovet davlati har bir resurslardan har bir o'zining Sovet SSSR grajdanlariga ulushlar bergan. Hamma narsadan bepul foydalanish. Shuning uchun ham turar joylar, hamma narsa bepul bo'lgan Sovet davrida, ta'lim, meditsina, hamma narsa bepul bo'lgan. Infrastrukturalarga ozgina pul to'langan, hech qanday soliq, jarima degan narsalar bo'lmagan. Chunki tirik insonga nisbatan hech qanday soliq, jarima ishlatilmaydi, qo'yilmaydi, talab qilinmaydi. Bu faqat huquqlarda o'lgan, ya'ni o'lik inson jismoniy shaxsgina u iste'molchi bo'lib, u foydalanuvchi emas, u benefitsiar emas. Jismoniy shaxs u iste'molchi bo'lib, u korporatsiyaning mulki hisoblanadi. U davlat egasi yoki davlatga aloqasi yo'q, hech qanday unda davlat yo'q. U korporatsiyaning mulki hisoblanganligi sababli, unda hech qanday huquqlar bo'lmaganligi sababli u iste'molchi hisoblanadi va korporatsiya tomonidan olayotgan yollama sifatida olayotgan maoshlar yoki pensiyalar hisobiga barcha resurslarga dan foydalangani uchun pul to'laydi. Bilasizmi? Chunki u resurslarga hech qanday aloqasi yo'q deb hisoblanadi. Resurslar unga tegishli emas deb hisoblanadi. Bu bugungi kundagi jismoniy shaxslar bilan qullar hisoblanadi. Va barcha resurslar egasi elita, ya'ni tepadagi bir hovuch odamlargina barcha resurslardan foydalanish huquqiga ega, hokimiyatga egalik qilish huquqiga ega va o'zlari davlat publichniy vlastida bir guruh inson odamlarning davlatini tuzib, o'zlari mana shu mana shu mamlakatdan chiqib turgan barcha resurs va barcha vakolatlar va barcha huquqlarga ega hisoblanadi. Ular elita, ya'ni xususiy mulkdor hisoblanadi. Agar siz Rim qonunlari asosida bu tuzum boshqaruv ketilayotgan bo'lsa 2000 yil davomida, agar Rim huquqlarini o'rgangan bo'lsangiz, o'sha yerda yozilgan Rim huquqlari bo'yicha patritsiya, plebey deydi. Jamiyat ikkita sinfga bo'linadi. Patritsiya bu bugungi o'sha biz elita deyapmiz-ku, elita bu patritsiya, bugungi jismoniy shaxslar bular plebeylar, ya'ni plebeylar huquqsiz qullar hisoblanadi. Patritsiya esa barcha huquqlarga va vakolatlarga ega bo'lgan mulkdor, xususiy mulkdor hisoblanadi va jamiyatda faqatgina xususiy mulkdorninggina huquqlari himoya qilinadi. Jismoniy shaxsning huquqi umuman himoya qilinmaydi, chunki jismoniy shaxs u konstitutsion huquqlar doirasiga kirmaydi. Siz o'zingizni, sizni aldashyapti, blogerlar tomonidan aldashyapti, sizga to'g'ri ma'lumot berishmayapti, chunki u blogerlar ana shu sistemaga ishlaydi. Chunki shu boshqaruvni ushlab turish ularning maqsadi. Ular o'zining blogerlarni, jurnalistlarni, advokatlarini, prokurorlarni, sudlarni yaratyaptiki, ularning qo'li bilan ana shu jamiyatni ushlab turish, ya'ni ana shu tuzumni ushlab turish uchun. Bu tuzum adolatsizlik asosida tuzilgan tuzum bo'lib, bu yerda insonlarning huquqlari juda katta miqdorda buziladi. Lekin bu huquqlarning, bir insonning huquqini yana bir inson buzishga haqqi yo'q. Tabiat tomonidan yaratilgan insonlar, tabiat tomonidan yaratilgan insonlar hammamiz teng huquqqa egamiz. Tenglik hamma insonda, har bir insonda tabiat tomonidan berilgan
erkinlik huquqi va tanlash huquqi bor. Shuning uchun ham ular odamlarning huquqlarini buzishdan qo'rqadi, ochiq buzishdan qo'rqadi. Shuning uchun ham ular qaysi usulni ishlatadi, odamlarni o'z xohishlari bilan bizga beryapti degan narsaga olib borish uchun manipulyatsiya qiladi. Ya'ni ongini kontrol qiladi. Insonlarning ongini nazorat qiladi. Bu yo'lda Rim huquqlari, o'sha men sizga aytdim, Rim huquqlari bu o'sha o'g'irlikni, noqonuniylikni qonunlashtirish uchun bir guruh o'g'ri muttahamlar tomonidan yaratilgan bo'lsa, ular o'zining mexanizmi qilib insoniyatni, yer yuzida insoniyatni ongini boshqarish mexanizmlari bu, masalan, birinchi Rim huquqlari bo'lsa, aldash, nima deb aldaydi? Ana men sizga u yerdagi fokusni aytaman, nima uchun odamlar Rim huquqlarini unchalik tushunmayapti. Chunki u yerda nima deb aldaydi? Bir inson deydi, cheksiz miqdorda boy bo'lishi mumkin. Ya'ni sen boy bo'lishing mumkin degan illyuziyani odamlarga beradi. Lekin hayotda yana bir tomoni bor. Ana bir tomondan sizga o'sha sen boy bo'lishing mumkin degan illyuziyani beradi. Ikkinchi tomondan seni jismoniy shaxs, ya'ni plebey, jismoniy shaxs u ishlab chiqarish uskunalariga uni huquqi yo'q-ku, unda yo'q-ku, u xususiy mulkdor emas-ku, uni ishlab chiqarish uskunalariga haqqi yo'q-ku, u o'zining mehnatining samarasiga egasi emas-ku, ishlab chiqarish uskunalarining ham egasi emas, o'zining mehnatining samarasini ham egasi emas. Qanday qilib u boy bo'ladi? Bu prosta sizni ongingizni shu daraja manipulyatsiya qilib, sizni illyuziyalar, ya'ni yolg'onlar bilan sizni ongingizni boshqaradi. Bir. Ikkinchi mexanizmi bu Avram dinlari, ya'ni Avram degani islomda İbrahim Halilulloh deyiladi. İbrahim Halilulloh u Avram u men bir nimamda ko'rsatib o'tdim sizga. U Juvut millatiga oid bo'lib, arab Juvut millatiga oid bo'lib, Avram o'sha İbrahim Halilulloh dini bu xristian va islom dinlari hisoblanadi. Bu din o'sha qora aristokratiya tomonidan, Yevropa qora aristokratlari Rim quldorlik davridan buyon kelayotgan o'sha feodalizm, qadimgi feodalizm urf-odatlari asosida yashab kelayotgan o'shalarning avlodlari bugungacha o'sha feodalizm urf-odatlari asosida yashab kelayotgan bu iblislar ana Rim huquqlari bilan birinchidan, ikkinchidan din, o'sha Avram dinlari orqali, xristian va islom dinlari orqali sizni ongingizni manipulyatsiya, nazorat qiladi. Vatikan orqali. Vatikan o'sha dinni boshqarish organi hisoblanadi. Keyin yana biri esa, hozir men sizga tushuntiraman, ommaviy axborot vositalari. Ommaviy axborot vositalari orqali sizni haqiqatga yetmasligingiz, haqiqatni hech qachon tushunmasligingiz uchun ular kurash olib boradi. Men sizga hozir O'zbekiston bo'yicha ishlayotgan iblislarning, qora blogerlarning ro'yxatini ko'rsataman. Bu iblislar ana shu jamiyatni, ana shu adolatsizlikka hozir qaysini ochdim? Hozir ochaman. Adolatsizlikka asoslangan jamiyatni saqlab turish uchun ana shu bir hovuch o'g'ri muttahamlarga yordam beradi, bilasizmi? Bu iblislar va san'atkorlar qo'li bilan, jurnalistlar, advokatlar qo'li bilan, bular sizni qora blogerlar qo'li bilan bular sizni aldaydi. Har xil yolg'on va partiyalar a'zolari partiyalar bilan aldaydi, soxta muxolifat bilan aldaydi. Hech qanday ularda muxolifat yo'q, soxta muxolifat. Agar bugun O'zbekistonda siz aytsangizki, muxolifat kimiki u desangiz, bironta muxolifat yo'q. Menimcha mendan boshqa. Men ham muxolifat emasman, men yurt egasiman.
man вообще benefitsiar, juda katta maqomga egaman esir grajdan sifatida. Man yurt egasiman. Man bular ustidan qonunda baland turaman. Qanaqa muxolifat bular mani nimam bo'yicha tushunishim bo'yicha qonun asosida gapirsak, bular meni yurtimda yurgan bosqinchi, dushman unsurlari 5-kolonna dushman bosqinchi hukumat bular qonunni buzayotgan va Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi Konstitutsiyasi 1936-yil konstitutsiya bo'yicha 131 va 133-moddalariga asosan xalq dushmani va vatan xoinlari hisoblanadi. O'z vataniga, o'z xalqiga xiyonat qilayotgan va bular aslida qonun oldida jazoga tortilishlari kerak-ku, lekin ammo biz nimada yutqizyapmiz? Ommaviy xalq qonun SSSR qonuni bo'la turib virtual hayotda og'zaki tarzda mustaqillikka tushib ketganda miyasida noqonuniy xatti-harakatlar qilinyapti. Mustaqillik deklaratsiyasi Islom Karimov e'lon qilgandan keyin u og'zaki qilingan u qonun emas. Keyin soxtaligiga ausweislar olib, hamma joylarga esir xalqi qo'l qo'yadi. O'sha qo'l qo'yayotgan paytda siz rozilik beryapsiz, o'zingiz SSSR grajdani bo'la turib qo'l qo'yapsizda, o'zingizni yurtingizni talon-taroj qilishga, o'zingizni yurtingizni resurslarini o'g'irlashga va o'zingizni qul qilishga o'zingiz rozilik beryapsiz. O'sha ausweislar olyapsiz, hamma joylarda qo'l qo'yapsiz, davlat xizmatlari deb yuguryapsiz, yana bir narsa kadastr deb yuguryapsiz, GAI deb yuguryapsiz, o'sha hamma joylarga qo'l qo'yapsizda o'zingizni huquqlaringizni, insoniylik huquqlaringizni qulga o'zingiz o'z roziligingiz bilan korporatsiya orqali almashtiryapsiz. Korporatsiya bilan kelishuvlarga, do'g'orlarga qo'l qo'yapsiz. Buni ular nima deb demokratiya deb aytyapti va buni ular o'z xohishlari bilan biz bularni erkinligini majburlab olmadik deyapti. Men sizga yana qaytaraman, insonning erkinligini majburlab olish mumkin emas. O'zingiz o'z xohishingiz bilan bermaysiz. Va siz shu narsalarni tushunmasligingiz uchun sizga har qadamda masjid qurib, sizni nimaga dinga tiqayapti, o'sha Avram Jo'd diniga tiqayaptiki, siz u yerda nima deyapti, u din nima deyapti, bu ikkinchi dunyo, hammasi Allohdan, Alloh bilguvchidir, Alloh sendan eshittirsa eshitmaydi, faqat Allohdan, hammasi yolg'on. Keyin haligi iflos blogerlarni chiqaryapti, haligi eski blogerlarni biz bilib qo'ygan ekan, yangi blogerlar chiqqan, pulga sotilayotgan ifloslar. Nima deydi? Men shuni tushundimki, dedi, bitta jibalajibon chiqyapti. Hech qaysi dedi, o'z mendan emas ekan, Allohdan ekan. Men bir narsani xohlagandim, dedi, shuni qilmoqchi edim, dedi. Alloh menga dedi, bunday qildi, men buni qilmadim. Alloh menga dedi, buni qildi, men qila olmadim. Meni tushimga dedi, lekin o'sha yerda bir narsani aytdi. Ahmoq. Meni tushimga dedi, palonkasi kirdida, menga dedi bir narsa dedi, keyin men qarasam shunday sana tushunga ota-bobolaring kirgan-ku, oliy vысший razum dedi, oliy ong, tabiat senga yordam shu narsani aytgan-ku, sen bunday qilsan, sen bunday qilmoqchisan, lekin sen bunday qilishing kerak ekan, bu yerda ikkita go'dak yig'lab o'tiribdi degan. Senga o'sha oliy razum, vысший razum, oliy ongdan sen o'tgan ota-bobolaring senga o'sha yerdagilar o'sha ikkita bolaning taqdiri uchun kuyinib, tipirchilab, ularning ruhlari tipirchilab turgani uchun senga shuni aytgan. Uni hech qanday Allohga hech qanday aloqasi yo'q uni. Alloh kim? Alloh o'sha Yevropa qora aristokratlarini senga qanday aloqasi bor? U senga hech narsaga ta'sir qilmaydi, u sening taqdiringga. Sana hayotingga, sana taqdiringga hech narsaga ta'sir qilmaydi. Uni biz bilan qoni bir emas, gen orqali ta'sir qilsa desang, uni biz bilan qoni bir emas, u bizani biz turkiy xalqlarimiz, ular jo'tlar, arablar yoki rimliklar, uni bizga qanday aloqasi bor? Hech tomondan aloqasi yo'q ularni bizga. Maqsadi faqat nima qilish, bizni xalqimizni qul qilish va tekinxo'rlik bilan shug'ullanish. Parazitar hayot dedi, parazitarniy жизнь dedi. Tekinxo'rlar ular, bilasizmi, sizni aldab, ongingizni manipulyatsiya qilib, sizga cho'ntagingizdagi pulingizni olyapti. Ozginagina bir mizr, ozgina ishlagan pulingizni ham olyapti. Men sizga nima dedim? Siz bir kunda $10,000 bunday haqiqiy hisob-kitob qilganda $10,000 xizmat qilyapsiz, sizga u necha dollar beryapti? Bir kuniga $50, $30 oylik to'layapti sizga.
Siz shuni ma'nosini tushunmaysizmi? Sizni necha barobar qulqlayapti. Sovet ittifoqida masalan 300 rubl oylik olgan bo'lsa o'qituvchi, men 300 rubl oylik olganman. Men esimda, shuning uchun men shuni bilaman. Hayotimda bo'lgan narsani aytyapman men sizga. 1 rubl 1 gram oltin bo'lsa, 300 rubl 300 gram oltin. 300 gram oltinni bugun ko'paytir, 1 gram oltin ana bozorda yoki magazinda 1 million so'm turadi. 300 million so'm bo'ladimi? Bugungi haligi o'zbek so'mida talonda senga 300 million so'm oylik beryaptimi? Senga 3 million oylik beryapti. 300 million bermayapti-ku. 3 million oylik beryapti. 300 millionning o'rniga oshib ketsa 3 million oylik beryapti o'qituvchiga. To'g'rimi? To'g'ri. Masalan, pensiya berardi, 120 rubl pensiya berardi, 100 rubl, mayli 100 rubl pensiya bersin. 100 gram oltin. 100 gram oltinni 1 millionga 100 million bo'ladi. Senga 100 million pensiya beryaptimi? 1 million pensiya beryapti. 100 million emas, 1 million pensiya beryapti. Senga 1 gram oltinni pensiyasini beryapti, 1 rubl beryapti, ya'ni Sovet rublida 1 rubl, 2 rubl pensiya beryapti, undan oshiq pensiya berayotgani yo'q. Men haqiqatmanmi, men to'g'ri gapni gapiramanmi? Men har doim to'g'ri gapni gapiraman. Chunki bizda xoinlik yo'q. Qurolimiz haqiqat. Sizlarning ongingiz pastligidan qilyapti. Dinga yugurib yotsa, u bizni dinimiz emas. Xo'p, bizni dinimiz bo'lganda edi boshqa gap. Biz ota-bobolarimizdan qolgan din bo'lganda edi. Ota-bobolarimiz shunday degandirdik. Ota-bobolarimiz shunday yashagan, bizga shuni meros qilgan, shunday degan, o'rgatgandi. Sen ota-bobangning orqasidan yurmaysan, jo'yatning orqasidan yurasanmi? Au jo'yatni Avram Ibrohim Xalilulohni senga nima aloqasi bor? Men vashi tushunmayman. U Muhammad payg'ambar deganni senga nima aloqasi bor? Uni kimligini qayerdan bilasan sen? U jo'yatni arabmi, jo'yatmi kim biladi? U bir yurgan bir bosqinchi urushiga borib kelardi, unday qilardi, bunday qilardi. 6 yashar, 9 yashar qizlarga uylanib, qizchalarga, yosh bolalarga pedofil deydi uni. Tabiatga qarshi degani, yaratganga qarshi degani. Hayotning ma'nosi nima? Hayotning asosini nima tashkil qiladi? Mehr muhabbat tashkil qiladi. Inson yaratiladi mehr muhabbatdan. 6 yashar, 9 yashar qiz senga inson bola tug'ib bera oladimi? Siz shu daraja past bo'lib ketdingizmi? Uyalmaysizlarmi uni orqasidan yurib, u pedofilning orqasidan yurib? Siz Imom Buxoriyni, Ravin, yosh go'daklarni, jo'yat bo'lmagan millatlarning yosh go'daklarini go'shtini yegan u. Sanga bir Imom Buxoriy deb yotibdi. Fu! Men hazzar qilaman uni qiladi. Men shayron qilaman, siz nimaga yugurasan jo'yatni nimasiga? Masjid u borku, biznes, har bir masjid u firma, shirkat sifatida soliq qo'mitasi, налоговый inspeksiyada ro'yxatda turadi.